Assalomu alaykum. Avvalambor bir yaxshi ko'ngli pok inson she'r yozgan ekanlar. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz deb yozibdilar. She'r juda ham ta'sirli bo'lgani uchun, har bir farzandni farzi bo'lgani uchun qo'ldan kelgancha kuyga solib ko'rdim. Xato va kamchiliklar uchun shoirimizdan va sizlardan uzr so'rayman. Voydot.net taqdim etadi. Mehr qo'yib yolg'on dunyoga, qachongacha davron suramiz. Sajda qilib qodir Allohga, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Zimmangizda rizqor tashvishi, shu tashvishni baham ko'ramiz. Tugamaydi bu dunyo ishi, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Gar Ka'bani qilmasak tavob, mahshar kuni yuzi qoramiz. Bu dunyoda eng katta savob, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Bir kun o'lim haqdir ey inson, qutulmoqqa yo'qdir choramiz. Bormoq kerak har bir musulmon, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Qalbimizda iymon o'lmasin, holimizga shayton kulmasin, ko'nglimizga armon bo'lmasin. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Asrab sizni jondan ziyoda, boshga qo'yib boray piyoda. Armonim shu meni dunyoda, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Yolg'on dunyoni chetga surib, ota yuring hajga boramiz. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Yolg'on dunyoni chetga surib, ota yuring hajga boramiz. Mehr qo'yib yolg'on dunyoga, qachongacha davron suramiz. Sajda